Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Alaykum Charchamayapsizlar? assalom. Mana bizni oldimizga bemor kelibdilar. Bu bemorimizni videoga olishimdan maqsad o'zi nima uchun mana oldimga keldingiz? Sizni oldingizga Shuncha mana doktorlar ko'p-ku, kardiologlar ko'p-ku. mana bu anaqalaringizni eshitib keldim-da. YouTube'da eshitib keldingizmi? YouTube'dan ochdim. Aha. O'shanda mana bu oxirgi bir 3 kun 4 kun oldingi nimangizda terlash, charchoq haqida gapirgansizda. Ha. 1 soatcha. Endi mendagi bo'ladigan narsalar xuddi o'sha gapingizga to'g'ri keldi. Aha. O'sha uchun sizni qidirib keldim. Joningiz omon bo'lsin. Dada, mana qarang, davleningiz oshar ekan, to'g'rimi? Davleningiz oshar ekan. Boya sizdan so'radim, naslедственность, ya'ni oila a'zolaringizda necha yoshgacha yashagan, oila a'zolaringizda yurak bilan muammosi bormi deganimda nima dedingiz? Oyingizlarda 66 yoshgacha vafot etgan ekanlar. Shunaqa. Ruhlari shod bo'lsin. O'sha Nimadan yurak- bo'lgan? Bu davleniya ularda ham o'sha yurak kengayishi, men bilganim ularni diagnozlaridan. Yurak kengayishi bo'lgan. Keyin shu keyin davleniya yuqori. Yuqori davleniyada O'zi infarkt. eng oxirgi davleniyalari 170 yurardi. Men yaxshiman deb yurgan nimalarida 170 yurardi. Yaxshimandir dada, 170 Hech qaytim og'rimaydi degan, anaqa qilmaydi deganlarida shu unda o'sha anaqa siz bilasiz, yurak kengayib bo'lganda o'sha davleniya bilan bemalol yursa bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Bundan tashqari pasti o'sha holsizlanish, o'tirib yoki anaqa bo'lib qoladi. O'sha pastga tushadigan bo'lsa, mazalari qochardi. Riskga tushirishgan. Anaqa. Mana shu yerda ham ko'p xatoliklar bo'ladi. Qon bosimi baland yuradiganlarda birdan 120 ga yoki 130 ga tushirib bo'lmaydi. Ularni sekin asta birinchi 160 ga, 150 ga, 140 ga, keyin 120 ga tushirish kerak. Bo'lmasa shunaqa aytganlaridek boshlanish, holsizlanish bo'lib qoladi. Endi ukamizda hamchi, mana ukamizda 60 yoshda. Ukamizda ham 59 yoshda shunaqa holat yuz berdi. U oldindan bir boshim og'riydi deb ko'p yurardi. Bosh og'riydi. Boshim og'riydi. Lekin nima kardiologga borib, bunaqa dorilarni borgan, unda bir aniq diagnoz qo'yilmagan. Boshim og'riydi deb ko'p yoshligidan boshim og'rirdi, nima qilardi. Men bir marta uni Toshkentga olib kelganman. O'shanda u doktor aytganki, bir yaxshi vrach edi. Keyin Moskvaga ketib qoldilar, bizlar tenga edilar. Aytdilar, ukangiz mana atrof muhitdan ozgina anaqa bo'lib qolganlar, zerikkanlar. Shuning uchun o'zlariga anaqa nimalarni, o'zi problemalarni qilib, o'zlari har xil anaqa bilan bunishat qilib anaqa qiladilar. O'shanda boshi og'rib bo'lgan. Bunaqa yosh edi u paytda. Bunaqa ulardan men boshqa narsa ko'rmadim, unaqa deganlar-da. Undan keyin kelgan davleniyasini bildim men. Davleniyam oshadi, unaqa degan. Keyin bir periodda davleniya yo'q ekan menda anaqa deb yurdi-da. Giyohlar ichib, tabiiy narsalar qilganda. Bir narsalar qilgan. Endi hali ariga chaqtirdim, nima qildim, yaxshi bo'lib ketdim deb shunaqa qilib yurardi. Keyin mana shu oxirgi bir nimada 1 yil oldin birdan anaqa bo'ldi, unaqa qoldi. Vafot etganlar. O'sha paytda nima, mana infarkt bo'lganda odatda ko'karib ketishlar bo'ladi. Kimdadir agar yurakni orqa devorida bo'lsa, kurakni orqasida ko'karish bo'ladi. Oldigi devorida bo'lsa, old sohasida. Ukangizda qanday bo'lgan bu jarayon? Ko'krayi bilan mana shu tomoni ko'karib ketgan. U jon uzilgandan keyin nimadan og'izdan qon kelgan. Nima birga bo'lmaydimi? Insult bilan infarkt birga bo'lmaydimi? Ikkalasi ham birga bo'ladi. Qon bosimi insult bo'lishi, insultdan, obshirni insultdan bo'lgan bo'lishi mumkin. Obshirni infarkt bilan insult birga kelgan. Ikkalasi qon tomiri o'sha mana qon bosim oshgandan keyin videolarda ham aytaman-ku, qon bosim oshgandan keyin qaysi qon tomiri yo'q insultda qon tomiri yorilib ketadi-da. Ikkalasida ham qon tomiri yoriladi. Infarkt, prosta yurakda infarkt deyiladi, o'pkada ham o'pka infarkti deyiladi, buyrakda buyrak infarkti deyiladi. Bosh miyada insult deyiladi. Ikkalasida ham qon tomiri yorilib ketadi. Bu mana qon o'zi qon tomirining ichida oqishidan maqsad, Alloh shunaqa yaratib qo'yishdan maqsad shu bo'lganki, u qonni ichida lizis fermentlar, ya'ni mana bu boshqa hujayralarni eritib yuboradigan fermentlar bor-da. Qon tomiridan tashqariga chiqdimi, u atrofdagi to'qimani o'ldirib tashlaydi. O'shaning uchun qon tomirining ichida oqadi. O'shaning uchun yurak qon tomir sistemasi zanknutый sistema. Oziq-ovqatlar, kislorodni almashinuvi qon tomirlaridagi kichkina teshikchalar, poralar bo'ladi. O'sha poralardan kerakli ovqatlar
yurakkami, oyoqqami beriladi. Keraksizlarini oladida, yana qon tomiri ichiga ketadi, keyin buyrak, ichak orqali chiqarib yuborilaveradi yoki o'pka orqali. Bekorga qon tomiri ichida oqmaydi. Mana shuning uchun davleniya oshganda mana o'zini aytganingizdek mana sezmagan, hech narsa qilmagan deyapsiz-ku, u o'zi xavfli emas. Lekin qaysidir qon tomir mo'rtlashib qolgan bo'lsa, davleniya mana bunaqa oshib o'ynaversa, yorilishi boshlaydi. o'ynayversa-chi, keyin baland davleniyada davleniya deyapmiz-ku, bosim. Qon bosim ko'targanda o'sha mo'rtlashib qolgan tomirni yorib yuboradi. Keyin o'sha yorilgan joyga qon chiqib ketadi. Qonni o'zi lizis o'ldiruvchi boshqa to'qimalar uchun. O'shaning uchun. Demak azizlar, mana bularda ham, hozir siz o'zingiz yoshingiz nechida? 67. 67 ga kirganlar. Onalarida bo'lgan, onalari 66 yoshlarda vafot etgan, ukalarida bo'lgan 59 yoshlarda vafot etganlar, lekin mana dadamizning o'zlari 67 yoshgacha yashayaptilar. Nima sababdan deydigan bo'lsak, qachondan beri o'zingizni tekshirib turib, o'zingizga qarashni boshladingiz? Ya men qarayman, endi oxirgi bir 3-4 yilda yotib davolanib, har 6 oyda o'zingiz tekshirtirib, bir yilda, 6 oyda, 9 oyda mana shunaqa qilib davolanib. Joningiz omon bo'lsin. Mana yashayaptilar. Bular o'zingiz uchun endi analizlar topshirganda qon qo'yib chiqsa, shultiradigan dorilar, ularni iste'mol qilganmiz. Endi shularni eshitibdi, endi doktorlardan. Juda yaxshi. Endi e'tiborimiz shu bo'lgan. Juda yaxshi. To'g'ri, sizlar bemorsizlar-da. Mana biz bekorga shifokor sifatida 10 yillab o'qimaymiz-ku, undan keyin tajriba orttirmaymiz, bekorga emas. Azizlar, nimaga mana bu videoni olishimizdan maqsad nima bo'ldi? Har doim aytaman, qon bosimini oshishi o'zi xavfli emas. To'g'ri, uni sezmasligingiz, hech narsa qilmasingiz, lekin uni oqibati, asorati xavfli bo'ladi. Mana qon bosim bo'ladi ham oshib turibdi. Terlashlar, holsizlanishlar, halsirashlar, oyoqda shish bo'lyapti. Lekin qon bosimini juda maksimal darajada oshmasligi uchun shifokorlar endi yozib berishgan, bularga lichinadan yozib bergan. Buni hozir endi to'liq qilamiz, to'liq o'zlariga tushuntiramiz. Bekorga kelmaganlar, demak hali ham bezovtaliklari bor. Bularni to'liq qilamiz. Lekin yashayaptilar. Eng asosiysi hali hayotlar. Shu paytgacha iloji boricha qo'llaridan kelgancha nazorat qilganliklari uchun, tushunganliklari uchun yashayaptilar. Hozir video yoqish oldi, o'zlar bilan gaplashib o'tirdik. Qaysarliklar ko'p. Ko'pchilik odamda qaysar, dori ichmayman, nima kerak, dori bilan bir nima bo'laman, u bo'laman. Mana dadamiz 67 yoshga o'tdilar. Ukalari 59 yoshda bo'lgan, davleniyalar bor bo'lgan sababli. Tushundingiz azizlar? Sizlarga jonli misol.